Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazi Yangi hayot mahallasi Chorvador guzaridan bo'lyapti. Ko'rishimiz mumkin. Yangi zamonaviy tartibda qurilgan uy 5 xonali pishiq ishdan terilgan. Hovlisi 20 sotik. Ko'rishimiz mumkin, mana ustalbalar ham yangi o'rnatilgan. Sprout kabel, Wi-Fi bor. Mana ko'rishimiz mumkin, gaz turba o'tgan. Tok, svet, gaz, ichimlik suvi, mana ariq suvida umuman muammo yo'q. Ko'chani ko'rishimiz mumkin. Asfalt qilingan. Mana to'g'rini ko'rsatishimiz mumkin. Shunday borib chapga burilasiz bog'cha, ozroq yurasiz maktab, uzoq emas. 20 sotik hovli, 5 xonali. Sotigi bor 22 million so'm. Mana shu Chorvador guzarida 20 milliondan savdolashib bersa ham uchastkani o'zi 400 million bo'ladi. 60 ming dollar deya baholanyapti. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ulug'bek akamiz bilan bemalol savdolashib, yo'qsa sotib olishlaringiz mumkin. Telefon raqamini aytib o'tamiz. 97lik 808 90 72 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Ekranda yana ham telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Ozmoz o'tib berayotgan joylari bor. 60 ming dollar deya baholanyapti. Bunday yer uchastkasi Muzrabot tuman markazidan topish qiyin. Hozir 2 sotik, 4 sotikka ham davlat tomonidan qurilayotgan uylar bor. Mana hovli 20 sotik, shinamgina, barcha qulay sharoitlarga ega. Kimga ma'qul bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'ng tomonda garaj, yana 3 xona oshxonaga fundamentlar tashlangan. 2 etaj molxonalarigacha mavjud. Hovlisi ham, daraxtlari ham shinamgina. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasiz.